Eshikni qo'lida dastro'mol ko'targan bir ayol ochdi. Yuz-ko'zdan yig'lagani sezilib turardi, chunki qaroqlari namlanib, qizargan, qovog'i shishgan edi. Ayolning ahvolini ko'rgan Hayo biroz xijolat tortdi. Qo'lini savatga cho'zib, pushti qog'ozga o'ralgan kulchani uzatgancha, "Marhamat, oling. Biz yangi qo'shningizmiz, arzimas tuhfamizni qabul qilasiz degan umiddaman" deyishdan boshqa narsa xayoliga kelmadi. Ayol bir qo'li bilan kulchani oldi, narigi qo'lidagi dastro'mol bilan yonoqlariga oqqan yoshni artib, "Rahmat" deb eshikni asta berkitdi. "Ketdik, xonim, boshqa xonadonga boramiz." Eshikka hayron bo'lib qarab turgan Hayo so'radi. U nega yig'layotgan edi? Halima savatni ko'tarib, "Bu dunyoda xursand bo'lishdan ko'ra xafa bo'lishga sabablar ko'proq", dedi. Hayo xonadonning eshigini yana bir bor taqillatdi. Uning ortida turgan Halima xavotirlanib, "Nima qilyapsiz, xonim?" dedi. Hayo javob qaytarmay eshikka tikilib turaverdi. Ayol eshikni ochishi bilan Hayo undan "Nega yig'layapsiz?" deb so'radi. Ayol Hayoga hayrat ila boqib javob qaytarmadi. "Iltimos, ayta qoling." Ayolning jahli chiqib, eshikni zarda bilan Hayoning yuziga qattiq yopdi. Uning o'zini tutishidan hayron bo'lgan Hayo Halimaga qarab, "Unga nima bo'lgan?" deb so'radi. Nimadandir xafa bo'lganga o'xshaydi. "Nega zarda qilib eshikni yopib qo'ydi? Men shunchaki unga yordam berishni istagandim, xolos." "Ketdik, xonim. Qo'shni xonadonga o'ta qolamiz. Mahalla katta, kulchalarni tarqatish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi." Yuzidan kuchli hayrat balqib turgan Hayo, "Nega menga qo'rs muomala qiladi? Axir unga hech narsa qilmadim-ku", degancha xonadon ostonasidan uzoqlashdi. Halima kichik xonimning ortidan ergashdi. "E'tibor bermang, xonim. Odamlar xuddi gullarga o'xshaydi. Ayrimlari tikanli bo'lsa, boshqalari muattarisli. Ba'zilari esa ikki jihatni ham o'zida jamlagan bo'ladi. Hidi yoqimli, lekin nishi bor." Hayo yurishdan to'xtab, enagasiga o'girilib qaradi. Hech bir sababsiz o'zidan o'zi jahl qilaveradigan, duch kelgan insonga nafratini sochadigan odamlar ham bo'larkanda. Halima tabassum bilan javob qaytardi. "Shunday azizam, shu bilan bir qatorda hech bir sababsiz yaxshilik qiladigan, iltifot ko'rsatadigan odamlar ham bor olamda." Hayo xavotirlanib, "Men nafrat qo'zg'atadigan manfur odammanmi, Halima?" "Bolam, siz ko'zlarim ko'rgan eng go'zal odamsiz. Ruhimchi?" Halima savolomuz tabassum bilan dedi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" Hayo qo'shni xonadon sari yurishga davom etardi. "Hech narsani. Bo'la qol, kulcha tarqatishni tezroq tugata qolaylik." Ikkovlon birgalikda keyingi xonadon ostonasiga yetib borishdi. Eshikni taqillatishlari bilan ochilib, ichkaridan bir gala bolalar yugurib chiqdi-yu, Hayo bilan Halimani o'rab olib, baqir-chaqir qilib kula boshlashdi. Bolalardan biri Hayoning sochi va kiyimidan tortdi. Hayoning hatto yengi yirtildi. Halima bu manzarani ko'rish bilan savatni yerga qo'yib, tezlik bilan Hayoning oldiga yugurib bordi va bolalarni xonimdan uzoqlashtirdi. Xonim esa esankiragan holda qo'rqqanidan joyida qotib qoldi. Lekin bolalar baqirgancha shataloq otib, qiy-chuv qilishda davom etardi. Hatto ulardan biri Halimaning boshidagi sharfni yulib olib, uni beliga bog'lab, atrofida aylanib raqsga tusha ketdi. Boshqa bir bola esa savatni yopib turgan sariq matoni olib, akasi bilan Halimaning beliga bog'lab, u ham shataloq otishni boshladi. Lekin bolalar kulchalarni ko'rishlari bilan qo'llaridagi narsalarni tashlab, savat tomon yugurishdi va yegulikni ishtaha bilan paqqos tushira boshlashdi. Karaxt holda bolalarni kuzatayotgan Hayo kalovlanib, "Nima bo'lyapti o'zi, Halima?" dedi. Halima dovdiragandan yerdan sharfini emas, savatning yopinchig'ini olib boshiga o'radi va yana qaytadan Hayoni quchoqladi. "Mana u tirmizaklar to'xtaguncha biroz kutaylik", dedi. Hayoni bu ahvolda ko'rgan soqchilar uni himoya qilish uchun tezda yetib kelishdi. Bolalar o'zlari tomonga yugurib kelayotgan soqchilarni ko'rib, tum-taraqay qochib qoldi va uyga kirib, eshikni qattiq yopishdi.
Hayo bilan Halima esa nima bo'layotganini tushunmasdan esankiragan holda bir-birini quchoqlab turaverdi. Ikkovlar ham yerda to'ntarilib yotgan savat va bolalar bosib tashlagan kulchalarga biroz tikilib qolishdi. Sal o'ziga kelgan Hayo yana gap boshladi. Halima, endi uyga qaytsak bo'ladimi? Halima savatni yerdan oldi. Albatta, xonim. Hayo xonadon qarshisidan uzoqlashgancha g'azab bilan otam mendan talab qilgan ishni bajardim. Butun boshli yovvoyi to'dani ovqatlantirdim, dedi. Hali ham xonadon ostonasida savatga tikilib turgan Halima, bir dona qolibdi, dedi. Hayo yurishdan to'xtab, jahl bilan enagasiga o'girildi. Nima? Bir dona qolibdi? Halima savatdan bir dona kulchani chiqarib Hayoga ko'rsatdi. Bitta qolibdi, xonim. Hayo jahl bilan bu yolg'iz kulcha butun boshli mahallani to'ydirishga yetarmidi? Halima kulchani savatga qaytarib soldi. Nima desangiz shu, xonim. Unday bo'lsa uyga qaytamiz, deb Hayo tomon yurdi. Hayo kaftlarini mushlab depsindi va g'azab bilan qichqirib, keyingi uy tomon yura boshladi. Halima esa tabassum bilan uning ortidan ergashdi. Ikkovlon birgalikda mahalladagi boshqa xonadonlardan farq qiluvchi uyga yetib borishdi. Xonadon mahalladagi boshqa uylardan farqli ravishda xom g'ishtdan qurilgandi. Hayo hayratlangancha unga razm solib turdi. Bu olamda hali ham loydan qurilgan uylar qolganmi? Halima ham uyni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Egalari kambag'al odamlar bo'lsa kerak-da. Hayo masxaromiz ohangda yoki zamonaviy hayotni inkor qiladigan odamlar bo'lishi ham mumkin. Lekin dunyo o'zgarib boraveradi. Istasa istamasa ular ham o'zgaradi. Ertami kechmi bir kun kelib bu uy boshlariga qulaydi, dedi. Kichik xonim xonadon eshigini ketma-ket qattiq taqillatdi. Xonim, eshikni bunday taqillatmang, uy sohiblarini bezovta qilasiz. Hayo enagasiga g'azab bilan qaradi. Bu nigoh zum o'tmay sun'iy tabassumga evrildi. So'ngra yana eshik tomon burilib, uni sekin-asta taqillatdi. Hayoning harakatlaridan istehzo sezilib turardi. Eshik tabaqasi sekin ochilib, ichkaridan qalin oqsoqolli, to'rtburchak gardishli ko'zoynak taqqan mo'ysafid chiqdi. Tepakal, orqa tarafida uzunroq soch tutami bor edi. Mo'ysafid uzun, qizil rangdagi xushbichim libos kiyib olgandi. Katta qorni esa qappayib turardi. Qariyadan juda yoqimli ifor taralar, atir isi o'zidan oldin bo'y berib, Hayo va uning ortida turgan Halimani qurshab oldi. Mo'ysafid tabassum qilgancha so'radi. Xush kelibsan, qizim. Qanday yordamim tegishi mumkin? Hayo tabassum bilan qarab turgan Mo'ysafidga boshdan oyoq razm solgach, avvalgi biroz duduqlanib, qo'lini ortga yashirdi. So'ngra kaftiga kulcha qo'yishni ishora qilib Halimaga cho'zdi. Lekin Halima uni qurshab olgan ifordan sarxush bo'lib Mo'ysafidning tabassumiga mahliyo bo'lgancha unga termilib turaverardi. Halimani bu alfozda ko'rgan Hayo savatni uni qo'lidan tortib oldi va ichidan kulchani olib qariyaga uzatdi. Marhamat, oling. Mo'ysafid jilmaygancha Hayoning qo'lidan kulchani oldi. Minnatdorman, rahmat. Hayo soxta tabassum qilib ketishga shaylandi. Mo'ysafid taajjublanib so'radi. Qayerga? Uyga, qasrga qaytamiz. Mo'ysafid uyining qarshisidagi bahaybat qasrga ko'z tashladi. Ha, demak, yangi qo'shnilarimiz deng. Mo'ysafidga haliyam termilib turgan Halima javob qaytardi. Ha. Hayo ko'rsatkich barmog'ini labiga qo'yib, Halimaga jim degandek ishora qildi. So'ngra Mo'ysafidga yuzlandi. Ha, biz yangi qo'shningizmiz. Qo'lida kulcha tutib turgan Mo'ysafid bu ajoyib mulozamatdan ma'lumki, qadriyatlarni o'rniga qo'yadigan oliyjanob oiladan ekansiz. Hayo xiyol tabassum bilan Mo'ysafidning gapiga mos ohangda javob qaytardi. Ha, shunaqa. Mo'ysafid tabassum qilgan holda eshikni ochiq qoldirib, evaziga biror narsa berishim kerak, deb shoshilgancha ichkariga kirib ketdi. Hayo Mo'ysafidning ortidan yo'q, biz ketyapmiz degancha qoldi. Mo'ysafidni to'xtatishga ulgurmagan Hayo xonadon ichiga yarim qadam tashlagancha baland ovozda
Amaki, bunday qilishning hojati yo'q. Biz shoshilayotgandik, dedi. Ammo Mo'ysafid Hayoga javob qaytarmadi. Hayo enagasiga qarab, ketdik, dedi. Nega shoshilyapmiz? Bunday xayrlashmasdan ketish yaxshi emas. Hayo xo'mraydi. Biz bu yerga kulcha tarqatish uchun keldik, sovg'a almashish uchun emas. Biroz kutsak zarar qilmaydi. Unda o'zim kutaman, sen uyga qaytaver. Lekin Hayo asabiylashdi. Uyga qayt, dedim, men bilan tortishma. Xo'jayinga nima deyman? Hayo bo'sh savatni enagiga uzatib, yaxshi, unda meni darvoza oldida kut. Qaytgunimcha uyga kirma, dedi. Halima savatni olib mag'zun tortdi. Xo'p bo'ladi. Hayo hayron bo'ldi. Senga nima bo'ldi? Halima ketishga shaylandi. Hech nima, Hayo xonim. Enaga ketdi. Hayo esa xushmuomalalik bilan xayrlash uchun Mo'ysafidni xonadon ostonasida kutib turdi. Lekin u hadeganda chiqavermadi. Hayo uni qancha vaqt kutib qoldi. So'ng o'zi uy ichiga bir necha qadam tashladi va unga diqqat bilan razm sola boshladi. Uy go'yo muzeyga o'xshardi. Jihozlarning asosiy qismi yog'ochdan yasalgan, devorlarga ilingan chiroyli suratlar va yerga solingan katta gilam Hayoning diqqatini tortdi. Kichkina bo'lsa ham bunaqangi suratlarning farqiga borardi. Chunki bularni yig'ish otasining sevimli mashg'uloti edi. Uy nisbatan kichik bo'lishiga qaramay, shift markazida bahaybat billur qandil osilgan. U ochiq eshikdan tushayotgan quyosh nurlarida tovlanayotgan qandilga biroz tikilib turdi. Hayo uzoq kutgandan keyin ketishga qaror qildi. Lekin uydan chiqib bir necha qadam tashlaganida eshikni yopmagani yodiga tushdi. U darhol ortga qaytdi va eshik tutqichidan tortib uni yopa boshladi. Lekin ichkari xonadan chiqayotgan Mo'ysafidning kulgisini eshitib to'xtadi. Mo'ysafidning kulgisi baland eshitilar, nimadirdan juda xursandligiga yaqqol sezilib turardi. Bu holat Hayoning kuchli qiziqishiga sabab bo'ldi. U o'ta qiziqib ketganidan ehtiyotkorlikni bir chetga surib, yana bir bor uy ichiga qadam qo'ydi. Xonadon mehmonxonasining markazrog'iga borganda Mo'ysafidni takroran chaqirib ko'rdi. Amaki, ahvolingiz yaxshimi? Amaki. Mo'ysafid xursand ohangda javob qaytardi. Ha, azizam, birozdan keyin oldingda bo'laman. Hayo Mo'ysafidning holatidan va gaplaridan ajablangan holda uni kutib turdi. So'ngra kulgi yangragan tarafdan eshikning yopilgani eshitildi. Mo'ysafid bir necha soniyadan keyin katta kitobni qo'ltiqlab, narigi qo'lida esa qurigan gulni tutgan holda Hayoning oldiga chiqdi. Mo'ysafid Hayo sari bir necha qadam tashladi. Hayo xavotirdan o'zini biroz bezovta his qilayotgandek ko'rindi. Lekin Mo'ysafid tabassum qilgancha Hayoning yonidan o'tib, o'sha yerdagi katta charm divanga o'tirdi va o'zi bilan olib chiqqan kitobni divan yonidagi javonga qo'ydi. So'ngra ochiq yuz bilan tabassum qilgancha Hayoga yaqinroq kel degan ishora qildi. Hayo avvalga yaqinlashishga biroz taraddudlandi. Lekin xonadonning asosiy eshigi ochiq ekani uning ko'ngliga ozgina bo'lsa-da xotirjamlik baxsh etdi. Hayo ehtiyotkorlik bilan oqsoqolli, qorni qappaygan Mo'ysafidning oldiga yaqinlashdi. Janob, menga ruxsat berasiz, uyga qaytay. Mo'ysafid kulib qo'lidagi qurigan binafsha gulini Hayoga uzatdi. Ketishdan oldin sovg'angni olmaysanmi? Hayo uyalib, hayajonlangan holda qo'lini cho'zib gulni oldi. Endi minnatdorlik bildirmoqchi bo'lganida Mo'ysafid baland va xushchaqchaq ovozda uning muattar iforini hidlab ko'rchi, dedi. Mo'ysafidning gapini eshitgan Hayo undan shubhalana boshladi. Chunki talabi g'alati edi. Hayo binafshada mast qiluvchi yoki sog'ligiga zarar yetkazuvchi modda bormikin deb o'ylab qolgandi. Lekin Mo'ysafid egilib, burnini gulga yaqin tutib, yaxshilab hidlagancha nafas chiqarib ko'zlarini yumgan holda ilgari bunday iforni hidlamagani aniq, bunga kafolat beraman deganidan keyin uning shubhalari ancha tarqadi.